Bismillahirrohmanirrohim. Kecha sizlar bilan zakot haqida gaplashgan edik. Bugun inshaalloh taala yana qolgan joydan zakot berishning fazilati, zakot berishning afzalligi haqida suhbatlashamiz inshaalloh taala. Alloh subhanahu va taolo zakotni farz qildi. Kimga? Hur, musulmon, oqil, balog'atga yetgan, nisob miqdoriga ega bo'lgan va nisob moliga to'laligicha molik bo'lgan kishilarga farz qildi. Alloh subhanahu va taolo va aqimus solata va atuz zakah va ati'ur rasul la'allakum turhamun deb marhamat qildi. Ya'ni namozni qoyim qilinglar, zakotni beringlar va rasulga itoat qilinglar. La'allakum turhamun, shoyatki rahim qilinsangiz dedi. Alloh subhanahu va taolo zakotni farz qilar ekan, zakotning hikmatlari bor. Zakotning hikmatlari bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zakot haqida ko'p o'rinda uni berishning fazilati, bermaslikning yomon oqibatlarini bayon qilib o'tganlar. Imom Bayhaqiydan rivoyat qilinadiki, molingizni zakot bilan saqlang, bemorlaringizni sadaqa bilan davolang, balolarga qarshi duolaringiz bilan tayyor turing degan ekan. Ya'ni inson zakotini beradigan bo'lsa, u bergan zakoti uni qolgan molini saqlar ekan, talofat yetishidan. Inson kasal bo'ladigan bo'lsa, sadaqa bersa, Alloh subhanahu va taolo o'sha bergan sadaqasining fazilati bilan unga shifo berar ekan. Boshiga bir musibat keldimi, endi undan chiqishning yo'li duo. Duo bilan keladigan balolarga, musibatlarga tayyor bo'lish kerak ekan. Zakot islomning ko'pirigidir. Zakot islomning ko'pirigidir. Boshqa bir rivoyatda keladiki, zakot islomning ko'pirigi pul sirotdan o'sha zakot olib o'tib qo'yadi. Pul sirotdan qiyomat kuni o'sha zakot olib o'tib qo'yadi. Agar inson bu dunyoda zakotini bergan bo'lsa, jahannamning ustidan qurilgan o'sha pul sirotdan o'tishda markabiga minganda u markabi unga qarab aytar ekanki, men seni dunyoda bergan zakotingman, xavotir olma der ekan. Va pul sirotdan tushib ketmasdan, jahannamga qulamasdan olib o'tib qo'yar ekan. Zakot berish insonning molini poklar ekan va moliga baraka kirgizar ekan. Shuning uchun inson zakot bergani sari moli ko'payaveradi, kamaymaydi. Rivoyatda, hadis sharifda kelgandek, zakot bilan hech bir mol kamaymaydi. Nega kamaymaydi desa, endi u zakot uning topganidagi harom bo'lgan, nopok bo'lgan narsalarni ham olib chiqib ketar ekan va o'zini o'rnini barakaga to'ldirib chiqib ketar ekan. Shu sababli Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, zakot bergan kishining moli ziyoda bo'ladi, aslo kamaymaydi. Zakot mu'minlar uchun bir poklik vositasi ekanligini Alloh subhanahu va taolo marhamat qilgan. Kim zakot beradigan bo'lsa, Imom Buxoriy rivoyatlarida, kim zakot beradigan bo'lsa, u insonga endi yozib qo'yilar ekanki, bu inson baxil emas. Zakot bergan inson baxil bo'la olmas ekan. U Allohning dargohida baxil hisoblanmas ekan. Lekin har joyga sarflayapti, har joyga saxiylik qilib beryapti, zakotga kelganda bermayapti. Zakotga kelganda bu inson nima qilyapti? Zakotini chiqarmayapti. Endi bu inson Allohning dargohida baxillik kasalligiga mubtalo bo'lgan inson hisoblanar ekan. Zakot faqirning, muhtojning haqqi. U pul bizniki emas. Alloh subhanahu va taolo bizni qo'limizga bergan xolos. Zakot faqirning haqqi, uni berish farz. Rivoyatda kelgandek. Imom Tabaroniy nima dedilar? Shu hadisni rivoyat qiladilarki, zakot bergan kishi Allohning azobidan saqlangan bo'ladi. Ya'ni agar inson zakotini beradigan bo'lsa, u mol bilan azoblanadigan azobdan omonda bo'ladi. Bo'lmasam Alloh asrasin, azob muqarrar degani. O qanaqangi azoblar keladi aytib beraman inshaalloh. Zakot Ibn Moja rivoyatlarida zakot molning shukri.
Molning shukri alhamdulillah, Allohga hamdlar bo'lsin deb faqat so'z bilan Allohga hamd aytish, shukr aytishning o'zi kifoya qilmas ekan. Qachon molning shukri ado qilingan bo'lar ekan? Qachon molning shukrini bajo keltirgan bo'lar ekan banda? Deyilsa, zakotini berganda. Mana amaliy shukr. Imom Termiziy rahmatullohi rivoyatlarida aytiladiki, zakot berish jannatning eshiklarini ochadi. Allohu akbar. Zakot berish jannatning eshiklarini ochadi. Qanaqasiga? Xuddi as-sola miftahul janna. Nima edi? Namoz jannatning kaliti deyilganmidi? Endi zakot nima bo'lyapti? O'sha zakot jannatning eshigini ochuvchisi hisoblanadi. Kim zakotini bergan bo'lsa, qiyomat kunida soyada bo'ladi, dedilar Imom Buxoriy rahmatullohi rivoyatlarida. Ya'ni qiyomat kunida quyosh insonning boshida turadi. Quyosh insonni shu darajada qizdiradi, shu darajada azoblaydiki, insonlar o'zining hijolat teriga cho'kadi, bo'kadi. Kimniki beliga, kimniki burniga, kimniki chappasiga olib o'ldiradi. Endi qiyomat kuni Allohning arshining soyasi u mahsharda eng katta ne'mat bo'ladi. Eng ulug' ne'mat bo'ladi. Zakot berganlar soyada bo'ladi. Bu bizni diyorlarda, biz shaharlarda yashaydigan insonlar uchun hamma joy daraxt, ko'kalamzor bo'lgan joylarda u soyani qadrini uncha bilolmaymiz. Lekin umraga borganingizda havo jazirama issiq 46-48 gradus bo'layotganda bir quyoshga chiqib 1 soat turingda adoy tamom bo'lasiz. Bu issiq insonni urib hushidan ketkazar ekan. Uni qanday qilib hushga keltirar ekan desa, dori darmon bilan emas. U insonni shunday muzga qo'yilar ekan, u keyin o'ziga kelar ekan. Muzga qo'yilar ekan, o'ziga kelar ekan. U issiq shunaqangi issiq ekanki, insonning boshidagi qon tomiri yorilib ketib, inson vafot topar ekan. Endi tasavvur qiling, bu dunyoning issig'i, bu dunyoning quyoshi shunaqa kuydirsa. Endi shunaqangi kuydirgan quyoshda xurmozorga shundoq kirib ketsangiz, o'tdagi sakinatni ko'ring. Allohu akbar. Tajri min tahtiha al-anhar. Daraxt xurmozorda, xurmoning oralaridan, taglaridan nima suv oqib turadi. Subhanalloh. Alloh subhanahu va taolo jannatni vasflaganda shunaqangi chiroyli misollarni bergan ekanda deysiz. Quyoshda issiqda qizib turib shunday xurmozor kirganingizda qanaqangi mazza qilib borasiz. Endi mahsharning issig'idan soyga o'tganingizda Allohu akbar. Endi uni ta'rifi yo'q. Alloh subhanahu va taolo zakot bergan insonni mahshar kuni soyada saqlantar ekan. Zakot nima deyilsa, Imom Tabaroniy rivoyatlarida faqir bilan boyning o'rtasidagi bir ko'prik. Bu qanaqasiga? Agar inson faqirlardan uzilmay, faqirlar bilan do'stligim bo'lsin, qiyomat kuni shularning shafoatiga noil bo'lib qolay, faqat boy badavlat insonlar bilangina do'stlik qilgan malomatiga qolmay desa, zakotini bersa, faqirlar bilan ko'prigini qurgan bo'lar ekan. Zakot bergan inson Allohning roziligini qo'lga kiritar ekan. Zakot molning taqsirotini tozalar ekan. Bu nima degani? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sadaqa bilan tijoratlaringni tozalanglar deganlar. Inson tijorat qilganda ba'zan noto'g'ri narsani beixtiyor gapirib qo'ygan bo'ladi, noto'g'ri ish qilib qo'ygan bo'ladi, birovning haqqiga o'tib ketib qolgan bo'ladi, to'g'rimi? Endi inson sadaqa bersa, o'sha narsalar poklanib, tozalanib ketar ekan. Molini bo'lsa, xoh tijorati bo'lsin, xoh boshqasi bo'lsin, farqi yo'q. Endi uning molini nima tozalaydi desa, moldagi kamchiliklarni zakot tozalar ekan. O'sha tozalash bo'lgani uchun endi uning moli o'sib ketar ekanda, baraka kirib ketar ekan, ko'payib ketar ekan. Zakot berish mu'minning iymonining komil ekanining alomati. Inson men mu'minman desa, lekin zakot bermasa u mu'min hisoblanmaydi. Iymoni komil hisoblanmaydi. Zakot berish bilangina u insonning iymoni komil bo'ladi. Lekin hamma amalni qilsa-yu zakotini bermasa komil mu'min emas. Imom Termiziy rahmatullohi rivoyatlar o'shanga keldi. Shunday deyiladiki, zakot bergan kishi baxillikdan uzoqda hisoblanadi.
Zakot bergan kishi baxillikdan uzoqdan hisoblanadi. Imom Rabboniy Mujaddid al-Fasoniy degan zot o'tganlar. Imom Rabboniy Mujaddid al-Fasoniy degan zot o'tganlar. U kishi aytadilarki, o'zlarining maktubotlarida Alloh subhanahu va taolo zakotni nisob egasi bo'lgan mu'min, musulmon bog'liqlarga farz qildi. Islomda tarki dunyo yo'q. Dunyodan yuz o'girish degan narsa yo'q. Lekin inson zakotini beradigan bo'lsa, bu 40 dan birini berdi xolos. Endi bu insonga yozib qo'yilar ekanki, bu inson dunyodan yuz o'girdi deb. Bu insonning qalbida dunyo yo'q ekan. Bu inson qalbi dunyo muhabbatidan pok ekan deb yozib qo'yilar ekan. Zakotini bergan, 40 dan birini bergani uchun. Allohu akbar. Va ikkinchisi, zakotini bergan insonni u zakot dunyo zararidan saqlar ekan. Dunyo zararidan saqlar ekan degan nima degani? U inson dunyo tufayli oxiratda azobga mubtalo bo'lib qolishi, bu dunyoning o'zida dinidan ustun qo'yib yuborishi, bu dunyoning o'zida dunyoga mubtalo bo'lib ketishi va hokazo dunyoning zararlaridan endi shu 40 dan birini berish bilangina Alloh taolo omonda bo'lar ekan. Allohu akbar. La ilaha illalloh. Zakot bergan inson Alloh taoloning amriga itoat qilgan hisoblanadi. Chunki Alloh subhanahu va taolo namozni qoyim qilinglar deyapti. Qoyim qildingiz. Orqasidan zakotni beringlar deyapti. Zakotni berdingiz. Endi sizni nomai a'molingizda bu banda Allohga itoat qilguvchilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam itoat qilguvchilardandir deb yozib qo'yilar ekan. Zakot bergan inson qiyomat kunida omonda bo'ladi. Qanaqangi omonda bo'ladi? Qiyomat kuni mahsharning barcha mashaqqati, qiyinchiliklari yuqoridagi rivoyatda keldi. Mahsharning quyoshining azoblaridan nima bo'lar ekan? Omonda bo'lar ekan. Tabaroniy rivoyati. Zakot o'zi nima desa, boshqa bir rivoyatda faqirning boylarning ustidagi haqqi. Faqirning boylar ustidagi haqqi. Qanaqasiga faqirning boylar ustidagi haqqi bo'ladi desa, u zakot. 40 ming dollaringizni 1000 dollar u sizniki emas. Alloh subhanahu va taolo sizni qo'lingizga bergan, o kambag'allarga olib borib berganda. O'shaning uchun u siz bermaslikka haqqingiz yo'q-da. Bu u kimniki? Faqirlarniki. Ularning sizning zimmangizdagi haqqi. Xuddi faqirlar kelib turib, mana 1000 dollar sizga turib tursin deb qo'yib ketgandek. Ularga qaytarib berishdan boshqa iloji yo'q. Alloh Ibn Moja rivoyatlarida keladiki, zakot berish insonni shaytonning molida, dunyosida vasvasa qilishdan saqlaydi. Ba'zi insonlar mol dunyosini vasvasasiga tushib qoladi. Qanaqasiga? Mendan keyin nima bo'ladi ishim? Mendan keyin biznesim nima bo'ladi? O'g'lim ahvolini qara. Yoki meni orqamda o'g'lim yo'q. Kuyovlarim bo'lishib oladimi? Talashib oladimi? Bunaqa bo'ladimi? Bunaqa bo'ladimi? Katta boylarda qarang, bittagina qizi bor, ikkitagina qizi bor, uchtagina qizi bor. Bechora qaynota u kuyovlarning orasida mol davlati sarson bo'lishidan hayotida vasvasani ichida yashaydi. Zakotini bersa Alloh taolo u vasvasadan saqlar ekan. Allohu akbar. Zakot mu'minning molini poklab, o'zini jannatga yaqinlashtiradi. Zakot bergan kishi Allohning rahmatiga noil bo'ladi. Zakot mu'minning molining sadaqasidir. Zakot berish Allohning roziligini qo'lga kiritishning eng oson yo'li ekan. Allohu akbar. Zakot berish subhanalloh. Qarang mana hadisning go'zalligini. Alloh taoloni rozi qilaman. Alloh taoloni rozi qilaman degan banda. Alloh taoloni rozi qilishning eng oson yo'li nima desa, zakotini bersin ekan. Mashalloh. Kimki zakotini bersa, endi uning moli emas, Imom Tabaroniy rivoyatida. Kim zakot bersa, uning moli emas, endi uning o'zi ham Alloh taoloning panohida bo'lar ekan. Subhanalloh. Uning o'zi ham Allohning hifzi himoyasida bo'lar ekan. Zakot molni ofatlardan saqlaydi. Qanaqangi ofatlardan? Yerda yonib ketishdan, suvda cho'kib ketishdan, o'g'ri urib ketishdan,
yoki bo'lmasam firibgarlar firibga uchib, mashinaliklar aldab ketish va hokazo. Zakotini bersa bo'ldi. Alloh taolo saqlab olar ekan. U inson zakotini bergandan keyin ko'nglida shunaqangi xotirjamlik bo'ladiki, ha bu men zakotini berdim, Alloh asrayman degan asraydi. degan qalbda sakinat bo'ladi. Molni vasvasasi degan narsadan omonda bo'ladi. Faqat molini o'zini ham saqlab qo'yadi Alloh taolo. Nega desangiz, boshqa rivoyatda keladiki, zakot berish mu'minning qalbini poklaydi. Mu'minning molini pokladi. Mu'minni endi o'sha dunyoga bo'lgan muhabbatidan, moliga bo'lgan muhabbatidan 40 dan berini berib, o'zi u berayotganda ham o'ziniki emas, faqirlarniki uni qo'liga kelib qolgan, qo'liga tushib qolgan. O'shani o'zini egalariga qaytarib berayotgan nima bo'lyapti? Insonning qalbi, mu'minning qalbi poklanyapti. Allohu akbar. Zakot bergan kishi Allohning muhabbatini qozonadi. Zakot jamiyatda adolatni ta'minlaydi. Hozir dunyodagi hatto sotsialistik davlatlar ham kapitalistik tuzumdan omonda emas. Jamiyatda adolat degan narsa qolmadi. Boylarning o'ta boyib ketganini ko'rasiz. 8 tagina oila dunyoda. Dunyoning mol mulkining 90% ga egalik qilar ekan. 8 tagina oila. Subhanalloh, ahvolni qarang. Endi o'zimizni O'rta Osiyoni ko'raylik. Qo'shni mamlakatlarni, o'zimizning mamlakatlarimizni ko'raylik. Agar zakot berilsa, jamiyatda adolat bo'lar ekan. Subhanalloh. Endi zakot berish nima desa, qarang, subhanalloh. Zakot berish inson molini jannatga sarmoyaga qo'ygandek bo'lar ekan. U qanaqasiga? Xuddi jannatga hozirdan o'sha mol mulkini sarmoya qilib jannatga yuborib qo'yyapti-da. Endi Alloh subhanahu va taolo uning u molini parvarish qilib, ko'paytirib shundoq ko'paytirib qo'yar ekan, banda oxiratga borganda hayronlar qolar ekan. Bu nima derkan? Sening bergan zakoting. Zakot bergan insonning qiyomatda hisob kitobi oson bo'ladi. Zakot bergan insonning qiyomatdagi hisob kitobi yengil bo'ladi. Allohu akbar. Zakot mu'minning molidagi shukridir. Maşallah. Zakot berish bandani Alloh taoloning g'azabidan saqlaydi. Qanaqasiga? Agar banda zakotini beradigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taoloning g'azabiga duchor bo'lmaydi. Zakotini bermagan inson Allohning g'azabiga qolib ketadi. Zakot mu'minning molining barakasini ziyoda qiladi. Zakot bergan kishi Alloh subhanahu va taoloning lutfiga noil bo'ladi. Zakot mu'minning molini poklaydi. Zakot berish jamiyatni omonda, tinchlikda qiladi. Zakot mu'minning molini yerdagi, osmondagi, bu dunyodagi butun ofatlardan saqlaydi. Zakot bergan kishi jannatga kirish imkonini qo'lga kiritgan bo'ladi. Allohu akbar. Endi bu fazilatlarni eshitgandan keyin, zakot berishning afzalliklarini eshitgandan keyin banda zakot bergisi kelib qoladi, lekin qodir emas zakotga. Joizmi? Bersa bo'laveradi. Yoki mana bu yil mening zakotim dedi. Bor yo'g'i men $200 zakot chiqarar ekanman. Yoki $250 zakot chiqarar ekanman $10,000 dan. Lekin zakot haqidagi zakotning fazilati, zakotning afzalligi, zakotning savoblari haqidagi oyat, hadislarni o'qigandan keyin, hayotda bo'lgan voqealarni o'qigandan keyin, ey Robbim, shu 250 emas, ko'proq bergim kelyapti. Biz ulamolarimiz unga ham eshik bor deyshar ekan. Unga ham ruxsat bor deyshar ekan. Kelasi yillarning zakotini oldindan berish joiz deyshar ekan. Endi savdogarlar aytadiki, qoraka, men do'konim bor, do'konimda kiyim sotaman deydi. Men zakotimni shu kiyimdan bergim keladi yoki puldan berganim afzalmi desa, aytishar ekanki ulamolar, siz zakotni pulda bering. Nega? Kiyim bersangiz uni yagona yo'li kiyadi yoki bozorga olib chiqib sotadi. Kiyimga ehtiyoji bo'lmasa, bozorga olib chiqib sotadi,
sotganda ham endi undan arzonroqqa olishadi. Va u kiyimni sotish degan zahmatga qolib ketadi. Pul bering, anfa'u lil fuqaro, kambag'allarga, faqirlarga shu manfaatli, foydaliroqdir deyshadi. Imom Tabaroniy aytganlarida eng afzal ibodat namozdan keyin zakotdir. Bekorga Alloh subhanahu va taolo aqimus sola va atuz zaka demayapti. Namozingizni qoyim qiling, orqasida nima deyapti? Zakotni bering. Imom Tabaroniy rivoyatida zakotdan, namozdan keyingi o'rnida eng afzal ibodat zakot deyilgan ekan. Alloh subhanahu va taolo, Imom Hokim rivoyat, Alloh subhanahu va taolo zakotni nimaga farz qildi desa, molingizni poklab, uni barakaga to'ldirib, uni go'zallashtirish uchun Alloh taolo zakotni farz qildi. Go'yoki Alloh taolo bizni molimizni 40 dan birini olayotgandek, o'shanda ham bizni foydamizga bo'lyapti-da. Subhanalloh. Imom Tabaroniy rivoyatlarida zakot bermagan insonning namozi o'tmaydi. Namozi qabul qilinmaydi. Nima degani? Inson haligi zakotini ichidagi nopok narsalarni chiqarib yubormadi, qolgan hamma zakot harom bo'ldimi? Qolgan hamma moli harom bo'ldimi? Harom yegandan keyin, haromni ichgandan keyin, haromni kiygandan keyin uni qayerda namozi qabul bo'ladi-yu, qayerda duosi qabul bo'ladi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar, banda keladi Ka'ba po'shga osilib, bag'rini Ka'batullohga berib duo qiladi. Alloh uning duosini qabul qilmaydi. Yeyishing harom, ichishing harom, kiyishing harom deyiladi unga. Banda zakotini bermasa nima bo'lar ekan? Harom bo'lar ekan. Endi qarang. Allohu akbar. Endi savol tug'iladi. Qora aka, endi zakotini bermagandan keyin Alloh subhanahu va taolo u namozni qabul qilmaydigan bo'lsa, nimaga namoz o'qiydi? Namozni o'qimay qo'yarsiz, bu qabul qilmas ekan-ku. Desa, yo'q. Alloh taologa osiylik ustiga osiylik bo'ladi. Zakotini bermagan odam zimmasidan namozi qazosiga qolmagan bo'ladi, soqit bo'ladi. Lekin ajr, savob, mukofotdan mahrum bo'ladi. Xuddi aroq ichgan insonning namozini Alloh subhanahu va taolo 40 kun qabul qilmaydi. Bu degani aroq ichib qo'ydim, bo'ldi 40 kun namoz o'qimay yuraver deganimi? Bu aroq ichma badbaxt degani. Ey kambag'al, aroqdan uzoq tur. Mana nashangdan uzoq tur, tabletkindan uzoq tur degani. Zakot bermasa, Tabaroniy rivoyat. Inson zakot bermasa, pokiza molini, davlatini nopok qilgan bo'lar ekan. Allohu akbar. Kim zakot bermagan bo'lsa, deydi endi Imom Tabaroniy rivoyat. Kim zakot bermagan bo'lsa, qiyomat kuni jahannamdadir. Allohu akbar. Boshqa bir rivoyatda, agar Alloh subhanahu va taolo zakotni faqirlarga yetib ortadi deb bilmaganda edi, faqirlarga zakotdan boshqa sadaqalarni ham faqirlarga berilish kerak deb boylarning zimmasiga nima qilar? Farz qilib qo'yardi. Alloh vaholanki Alloh taolo zakotniga nima qildi? Farz qildi. Boshqa rivoyatda keladi, molning sadaqasi, moldagi Allohning haqqi zakotdir. Bu nima degani? Molingizda zakotdan boshqa farz bo'lgan nima yo'q? Sadaqa yo'q. Nimaga Alloh subhanahu va taolo faqatgina zakotni farz qildi desa, chunki Alloh taolo shuni bildirmoqchiki, agar boylar zakotlarini chiqarsa, kambag'allarga yetadi. Kambag'allar och qolyaptimi? Kambag'allar och qolyapti, zakotini bermayaptimi? Ushrini bermayaptimi? Bu nimadan desa, boylar tufayli. Boylar tufayli. Allohu akbar. Zakot bermagan bir jamiyat Allohning rahmatidan, Allohning marhamatidan mahrum qolishadi. Agar u jamiyatda hayvonlar bo'lmasa edi, Alloh taoloning umuman rahmati kelmagan bo'lardi. Bir jamiyat, o'zi-kim? Bir jamiyat zakot bermayapti. Alloh taolo bir tomchi yomg'irni ham yog'dirmas ekan. Alloh taolo bir tomchi yomg'irni ham yog'dirmas ekan. Buni yomg'ir yog'dirdi desa, san zakotni bermayotgan kambag'allar yuzingdan emas, beamal fosiqlar yuzidan emas,
Shu yerda yashayotgan hayvonlar tufayli yog'di bu yomg'ir deylar ekanda. Shu hayvonlar tufayli bu yomg'ir yog'di. Allohning rahmati nozil bo'ldi. Lekin zakot bermagan jamiyatni Alloh taoloning rahmatidan mahrum qilinar ekan. Zakot berilmagan mol dengizda ham ofatga uchraydi, cho'kar ekan, yerda ham yonar ekan. Chunki zakoti berilmagan molning omonligi yo'q ekan. Kim zakotini bersa, u molning yomonligidan saqlanmish bo'lar ekan. U molning yomonligi nima bo'lishi mumkin? Meni bir ustozim bor edi, Alloh rahmat, Hazrat Falonpuri. Biz u kishida 8-kursni o'qirdik. Otangiz nima edi, qora ekan? Abdulahad. 8-kursda bizga dars berishardilar. Biz 1-2-kursni o'qiyotganimizda Hazrat 9-kursga ham Hujjatullohul Bolig'a degan kitobdan dars berardilar. Keyin o'sha Shayxul Hadis bo'lib, Sunan Termiziyni emas, Buxoriyni o'qitadigan bo'lganlaridan keyin faqatgina Buxoriydan dars beradigan Hujjatullohul Bolig'ani ustozimiz Hazrat Mavlono Xurshidga berdilar. Alloh, yona Xurshid Hazrat qanaqangi Allohning zotlar. Alloh omonda qilsin. Hazrat Falonpuri ustozimiz vafot qilib ketdi. Yorqinjon ustozim Hazrat domla deydilar-ku. Halitda latifalari bor edi. Hazrat bu jannatda sigaret ham bo'ladimi? Bo'ladi-yu, tutatgani jahannamga kirib chiqasa. O'sha gapni aytgan Hazrat Falonpuri. Bir yarim mingta talabani ichida kimdir uyqusi kelib qolardi. Lekin Hazrat dars berayotganlarida shunday ko'zlari tushdimi, Xudo tur o'rningdan derdilar. Ot orqaga derdilar. Bir yarimta talaba ro'parada o'tirsa, uni orqaga o'tkazardilar. Yilni oxirigacha arqamda o'tirgan, biror marta ko'zimga ko'rinmagan derdilar. O'ta asablari, o'ta nimalari, tablari nozik edi. Lekin Allohu akbar. Alloh rahmatiga olgan bo'lsa, ular haqida zo'r narsalar aytib beraman, shu zakotni gatib olay inshaalloh. Men ustozimga o'xshab orqaga o'tmayapman-ku sizni. Yo'q. La ilaha illalloh. Shunaqada akalar, yosh katta qariyalarni ham qo'ymaymiz. Dars olasiz deb turg'izib qo'yib. Uyqudan uyg'otib olamiz deydi. Onga otdim, uyg'otdim. Hojakanim Alloh qasam bo'lmayapti. Mashaalloh. Alloh subhanahu va taolo ko'p o'tirib savollar yozyapman. Ana Alloh subhanahu va taolo zakot bermaganga shunaqangi azoblar ekanki, hadis sharifda keladi. Zakoti berilmagan mol ilonga aylanar ekan va egasini bo'ynini qisar ekan. Bo'ynidan bug'ar ekan. Boshqa rivoyatda keladiki, u tegirmonning toshidek og'ir bo'lar ekan. Kim qaysi molning zakotini bermagan bo'lsa, qiyomat kuni o'sha bo'yniga ilib qo'yilar ekan. Agar molini, qo'yin zakotini bermaganmi, bo'yniga ilib qo'yilar ekan. Bug'doyini, arpasini, ushurini bermaganmi, bo'yniga ilib qo'yilar ekan. Tillo kumushini bermaganmi, bo'yniga ilib qo'yilar ekan. Tillo kumushniki ajdarho bo'lib bo'yniga o'ralib olar ekan. Lekin shunaqangi og'ir bo'lar ekanki, tegirmonni toshidek og'ir bo'lar ekan. Nimaga men bu azobga qoldim desa, dunyoda zakotini bermagan moling, ol ana ko'tarib yur bo'yningda deb azoblanar ekan. Allohu akbar. La ilaha illalloh. Qarzi bo'lsa unga nima deyilsa, qarzini o'z deyiladi. Inson qarzi bo'lib turib kechiktirib yurishi gunoh. Qarzi bo'lib turib kechiktirib yurishi gunoh bo'lgandek, zakoti farz bo'lib turib uni bermasdan yurish ham gunoh. Endi Alloh subhanahu va taolo tavba so'rab marhamat qiladiki, oltinni, kumushni biriktirib Allohning yo'lida infoq qilmaganlarga Allohning qattiq azob borligi haqida ogohlantiriladi. Endi sahobalar so'radilarki, ya Rasululloh, biz molimiz bor, pulimiz bor. Tijorat, savdogar, millioner savdogarlar bor. Endi ular o'sha Allohning qattiq azobiga duchor bo'lishadimi? Rasululloh zakoti berilgan mol kanz emas dedilar. Yaknizun, kanz emas. Bu nima degani? Zakotini berdingmi? Endi Alloh taolo u mol tufayli seni azoblamaydi. Imom Abu Dovud rahmatullohi alayhi rivoyat qiladilar. Moli nisobga yetgan inson zakotini bersa, endi unda qolgan moli uning uchun kanz hisoblanmaydi. Ya'ni pulni yig'ib qo'ygan, zaxiralab qo'ygan, Allohning yo'lida sarflamagan, oqibatda qiyomat kuni qattiq azobga qoladigan inson hisoblanmaydi.
zakotni bergani uchun. Ulamolar aytishar ekanki, inson shu 5 ta narsani qilmasa 5 narsadan mahrum qoladi. Birinchisi, zakotini bermagan inson molining yaxshiligidan mahrum qoladi. Molida yaxshilik ko'rmas ekan, molida xayr ko'rmas ekan, pul ko'p. Faqat zarar keladi u molning orqasidan. Faqat musibat keladi. Kayf qila olmaydi. Xayrini, yaxshiligini, foydasini ko'rmas ekan. U mol, davlat u insonni o'ziga xizmatkor qilib olar ekan. U mol, davlat u insonni xizmatini qilmas ekan. Subhanalloh. Ushur bermagan inson u yerida, u bog'ida, u dalasida baraka ko'rmas ekan. Hech baraka ko'rmadim deydi. Falon narsani ekdim deydi, o'sha narsa arzon bo'lib ketdi, zarar ko'rdim deydi. Piston narsani ekdim, o'sha zo'rg'a o'g'itimi urug'di puli chiqdi deydi. Hech baraka ko'rmayapti. Ushur beryapsizmi aka? Nima u deydi. Ushur nima u deydi. Ha, Allohning yo'lida chiqqan narsani agar lalmikor bo'lsa undan biri, bo'lmasam 20 dan birini berish kerak. Faqir fuqarolarga, muhtojlarga, yetim yesirlarga, Allohning yo'lida yurganlarga shuni berish kerak. Desa, "Yo'q, qora aka, nalog beryapmiz-ku" deydi. Nalog beryapmiz, yana beramizmi deydi. Ana jaholat. Ana jaholat. Sen ushurni berdi, keyin barakani qandoq kelishini ko'r. Allohu akbar. Sadaqa bergan insonning badanida kasallik qolmas ekan. Sadaqa bermagan inson badanining rohatini ko'rmas ekan. Boshi nimadan chiqmaydi? Kasaldan chiqmaydi. Shu ba'zan insonlar davolanmas kasalga mubtalo bo'ladi-yu. Qadimda ulamolar aytishar ekanki, bir quduq ochib qo'ying deyishar ekan. Yoki ariq qazib qo'ying deyishar ekan. Yoki chashma qilib qo'ying deyishar ekan. Chashma. Nimaga desa, aytdan inson ham ichadi, hayvon ham ichadi, nabotot ham ichadi, jamoadot ham ichadi. O'shalardan birining duosi ijobat bo'lib shifo topasiz ekan. Suv ochib qo'yish. Bu ham bir sadaqa. Duo qilmagan inson orzusidan mahrum qoladi. Inson orzu qilib yuraveradi, lekin Allohdan so'ramaguncha orzusi amalga oshmas ekan. Duo qilishning fazilatini qarang. Duo qilmagan inson orzudan mahrum qoladi. Mol egasidan so'rash kerak-da, egamizdan. Ha, beruvchi Alloh. Beruvchi Alloh. Namoz vaqti kelgach, namozini o'qimagan inson so'nggi nafasida la ilaha illalloh deyishdan mahrum qoladi. Allohu akbar. Namozni qazo qiladiganlarning oqibati. Allohim o'zing bizlarni asragin. Allohim o'zing bizlarni asragin. Allohim bizlarni asragin. Namoz vaqti kelgandan keyin dangasalik qilib namozni kechiktirgan inson dangasalik qilib fosiqdir. U fosiq kim desa, sovchilikka borsa, sovchilikdagi o'q soliha bir qiz bo'ladigan bo'lsa, solih qiz bo'ladigan bo'lsa, u kuyov qanaqa desa, kuyovni haqida surishtirib kelganda, shu namozini qazo qiladi, namozini kechiktirib o'qiydi desa, u qiz bu yigit qizga tengmas ekan deyiladi. Kufu bor, kufu, tenglik. Kufu hisoblanmaydi. Rasa bo'ydoqlar bob gapda, solihasi bo'lsin, tahajjudlarga uyg'otsin, Qur'onlarni o'qisin, kitoblarni birga o'qiylik, farzandlarimizni biroz chiroyli qilib, qori olim qilib tarbiyalaylik deb Instagramlar o'tiradigan kimlar bor? Romantik yigitlar bor. Lekin Instagramda o'tiradi namozni vaqtida o'qimaydi. Sen tengi emassan u soliha qizlar degani. Qoriya qidiradi ular. Bunda namoz o'zi bir marta xatm qilmagan. Ana. Qur'on hofiza qidiradi. Hofiza qidiradi. Mashalloh. Bunaqa saytlarga ham kirasizmi? Buni bu Surekada yurgan bolalar hammasi Biz qarilar ham shu vaqtda akalar. Hofizalarda yo'qmi deydi. O'zini faqat Ertaga internetga chiqqanda shu video, ha, shu hoji aka kim edi deychadi.
Instagramda videolarni kuzatib yuradigan hoji aka kelmadi deb so'rashadi. Instagramingiz bo'lsa yozing, nima qilib qo'yamiz, tagiga kommentga qo'yib qo'yamiz. Shu kishilarni. Alhamdulillah menda Instagramim yo'q. Allohu akbar. Rossiyada bunaqa narsa ishlaymaydi. Facebook, Instagram ko'pchilik вообще ishlatmaydi bunaqa narsalar. Yo, yoshlar VPN'lari bor ekan. Pulli VPN'lar bilan kirishar ekan. Endi yoshlar to'g'ri. Endi ularni bizda Juda vaqtim ko'payib ketdi alhamdulillah. Xo'p, azizlar, endi Alloh subhanahu va taolo qiyomat kunida va jahannam azobiga bandasini qiyomat azobi va jahannam azobiga bandasi mubtalo bo'lmasligi uchun bandasi nima qilish kerak ekan desa, ushrini berish kerak ekan. Zakotini berish kerak ekan. Ushrini berish kerak ekan, zakotini berish kerak ekan. Tafsirul Mughni kitobidan naql qilishadi. Qur'oni Karimda 3 ta narsani Alloh subhanahu 3 ta narsa bilan birga zikr qildi. 3 ta narsani 3 ta narsa bilan birga zikr qildi. Bu nima desa, u birini qilmasa ikkinchisi, ikkinchisini qilmasa birinchisi qabul bo'lmaydi degani. Shuni yaxshi tushuninglar deyshar ekanda tafsirda. Aytlarkanki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga itoat qilmaguncha Alloh taologa itoat qilgan hisoblanmaydi. Allohu akbar. Sunnat yo'q hayotida. Rasulullohga itoat yo'q. U banda Allohga itoat qilmayapti hisoblanadi. Ati'ulloha va ati'ur rasul. Allohga ham itoat qilasiz, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ham itoat qilasiz. Ikkinchisi, Alloh taologa shukr qilgan hisoblanmaydi, ota-onasiga shukr qilmagan. Ota-onasiga shukr qilmaguncha Alloh taolo shukr qilgan hisoblanmaydi. Allohu akbar. Uchinchisi, molining zakotini bermaguncha namozi qabul bo'lmaydi. Allohu akbar. Molining zakotini beradi, namozi qabul bo'ladi. Chunki Alloh taolo aqimus solah va atuz zakat deyapti. Allohu akbar. Imom G'azali rahmatullohi alayhi mahshar kunini tasvirlab aytadilarki, bir inson bu dunyoda mol davlatiga juda mukkasidan ketgandi. Zakotini bermas edi. Tuyasini zakotini bermagan, endi bo'yniga tuyasi yuklab qo'yiladi. U inson shunaqangi qiynalib baqiradi, chaqiradi. Chunki u tuya uning bo'yni tuyadek yuk emas, tog'dek bo'ladi. Ya Alloh. Molining zakotini bermaganning bo'yniga molni yuklab qo'yiladi. U ham endi tog'dek bo'ladi. Ular u bo'ynidagi tuyasi, moli, u bo'ynidagi yuklab qo'yilgan zakotini bermagan narsasini og'irligidan baqirishadi. U baqirg'in ovozi qanday bo'ladi desa, mana chaqmoq chaqqanda gumbulraydi-yu. Mama qoldiroqning ovozdek bo'ladi. Alloh, azobni qarang-da. Ushurini bermagan bo'lsa, o'sha yerdan chiqqan don-dunlari bo'yniga zakot, bo'yniga endi ilib qo'yiladi. Bug'doy bo'lsa bug'doy, arpa bo'lsa arpa. Ya vaylato deb afsuslar qilib baqirib yuradi. Bu shunchaki bug'doy ilib qo'yilmaydi. Tog'dek bo'lar ekanda mulki. Oltin, kumush, pul va tijoratining zakotini bermaganlarga bo'lsa, ularning bo'yniga katta bir ilon o'rab qo'yiladi. Shu darajada og'ir bo'lar ekanki, hatto tegirmonning toshlarining ham yukidan og'ir bo'lar ekan. Allohu akbar. Va u inson baqirib, faryod qilib, nima bu desa, bu nima deb farishtalarga yolvorar ekan. Farishtalar aytishar ekanki, bular dunyoda zakotingni bermagan mollaring derkan. Allohu akbar. La ilaha illalloh. Shuning uchun zakotni bergan inson albatta omonda bo'lar ekan. Oltin, kumush, quli bo'lganlarga la'nat bo'lsin deyiladi hadisda. Oltinning, kumushning quli bo'lganlarga la'nat bo'lsin deydi. U la'nat degan nima degani? Alloh taoloning rahmatidan mahrum qolsin
degani. Kim oltinning quli, kim kumushning quli desa, u zakotini bermaganlar ekan. Allohu akbar. Abdullah Ansoriy aytar ekanlarda, dunyoni sevadigan bo'lsang, mayli sev, faqat o'rnida sarflagin. O'rniga sarflaginki, u mol davlating sevasan-ku, yaxshi ko'rasan-ku, u mol davlating abadiy seniki bo'lsa. Zakotini bersa, ihsonni qilsa, sadaqasini qilsa, u mol davlat nima bo'ladi desa, abadiy uniki bo'ladi. Bo'lmasam-chi desa, yeb yuborgan derkan. Sen mol davlatingni sevmas ekansan. Chunki mol davlatni sevgan inson yonida abadiy qolishini istaydi. Mol davlatni do'stim deb bilgan inson abadiy yonida bo'lishini istaydi. Va uning ham yo'li nima? Zakotini berish, ihson sadaqasini qilish. La ilaha illalloh. Ey banda, bu dunyoning lazzatining orqasidan yana qancha quvasan? Bu dunyoning rohatini topaman deb yana qancha yugurasan? Qiyomat kuni seni bo'yningga ilon bo'ladigan, seni bo'yningga yuk bo'ladigan, seni bo'yningga tog'dek, toshdek yuk bo'ladigan bu davlatingni nima qilasan? Allohning amriga itoat qil, Rasulullohning amriga itoat qil. Azroil alayhissalom kelib joningni olishidan oldin u molingni, u mulkingni o'zing bilan olib ketgin. Boradigan joyingga, jannatingga olib borib qo'ygin. Oxiratda sening foydangga, sening qurtulishing, sening jannatga kirishingga bir hujjat qilib qo'ygin. Bu dunyoni o'zingga do'st deb bildingmi? Abadiy yoningda saqlab qolgin. Ihsoning, zakotingni berish bilan. Bu mol davlatingning ko'payishini istadingmi? Zakotini berib barakasini kirgizgin. Bu mol davlatingning poklanishini istadingmi? Zakotini berib poklagin. Qalbingni poklanishini istadingmi? Zakotingni berib poklagin. Allohim Robbingni roziligini istadingmi? Zakotingni berib qalbingni poklagin. Alloh taolo senga bergan bu mol davlatning shukrini ado qilishni istadingmi? Zakotini bergin. Alloh taoloning g'azabidan saqlanishni istadingmi? Zakotini bergin. Allohning lutfiga noil bo'lishni istadingmi? Zakotini bergin. Faqirlarning sening zimmangda haqqi qolib ketmasligini istadingmi? Zimmangdan faqirlarning haqqini ado qilishni istadingmi? Zakotingni bergin. Mol davlatingni yerda yonmasligini, mol davlatingni suvda cho'kmasligini, mol davlatingni o'g'irlar o'g'irlamasligini, qaroqchilar uni tortib olmasligini istadingmi? Zakotingni bergin. Alloh subhanahu va taolo sening molingni, davlatingni saqlashini istadingmi? Zakotini bergin. Baxillikdan omondadir bu inson deb nomai a'molingga yozilishini istadingmi? Zakotingni bergin. Qalbingni, mol davlatingni vasvasasidan, qalbingni, mol davlatingni azobidan saqlanishini istadingmi? Zakotini bergin. Qiyomat kunida soya salqinda qolishni istadingmi? Zakotini bergin. Iymoningni komil bo'lishini istadingmi? Zakotini bergin. Alloh taoloning amriga itoat qilishni istadingmi? Zakotini bergin. Namozlaringni qabul bo'lishini istadingmi? Zakotini bergin. Shaytonning vasvasatidan omonda bo'lishni istadingmi? Zakotini bergin. Nafsingga qul bo'lib qolishdan omonda bo'lishni istadingmi? Zakotini bergin. Allohning rahmatiga ostida bo'lishni istadingmi? Zakotini bergin. Rizqingni mo'l-ko'l bo'lishini istadingmi? Zakotini bergin. Alloh subhanahu va taolo seni sevishini istadingmi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam seni sevishlarini istadingmi? Zakotni bergin. Allohu akbar. Alloh subhanahu va taolo barchamizni oladigan qo'llardan qilsin. Allohu alam bis-savob. Bismillahirrohmanirrohim. Savol quyidagicha. Tadbirkor, savdogar inson
o'zini qo'lida hozirda 100 ming dollar puli bor. Insonlarning qo'lida 100 ming dollar qarzlar bor. U oladigan, nasiyaga sotgan yoki kimgadir qarz bergan. İnsanlardan nima qiladi? Oladigan pullar. Uchinchisi, o'zini ham bozordan aytaylik 100 ming dollar qarzi bor. Qanaqasiga? Sizga 50 berish kerak, sizga 30 berish kerak, sizga 20 berish kerak. Shunaqangi holatda u insonning zakoti qanday hisoblanadi? Bor mulki, o'sha o'sadigan mollari, oltin, kumush, pul, tovarlari, band qilishga olib qo'ygan narsalari, xomashiyolari, burdaqiga boqilayotgan sotaman deb olgan mol, qo'y va hokazolar. Endi o'shalarning hammasini yig'adi, hammasini nima qiladi? Qo'shadi. Qarasa, ko'chadan oladigan pullarini ham qo'shadi. Ko'chadan oladigan pullar 3 ga bo'linadi. Kuchli pullar bor, o'rta pullar bor, zaif pullar bor. Odam qarz olgan taniyapti-yo, deyapti. Hujjat isbotingiz ham yo'q. Bo'ldi, noumid pul. Noumid pul, kuchsiz pul. Uni zakotini bermaysiz. Lekin 10 yildan keyin Alloh insof berib, hali aka, umumiy olgandim-u, o'shani olgan ekanman deb Alloh insof berib, biror bir kasalga mubtalo bo'lgandan keyin tavba qilib olib kelib bersa, 10 yillik zakotini chiqarib berasiz. 10 yillik zakotini. Endi kuchli pul va o'rta pul qanaqa? Odam qarz olgan, hisob kitob bor, beraman deyapti. Yoki odam sizdan nasiyaga narsa olgan, uni yozdi chizisi bor, beraman deyapti. Hozirda puli yo'q u insonni. Lekin aka qochib ketmayapman-ku deyapti. Odatda shunday bo'ladi. Beraman deganiga shukr qilib, sizdan bo'pti deyapsiz. Ularni zakotini berasiz. O'shalarning hammasini hisoblasangiz, sizni aytaylik 300 ming dollar pulingiz bor ekan. Endi sizni ko'chadan beradigan pullaringiz bor. U qancha? Hammasini hisoblasangiz ko'chaga beradigan pullaringizni 100 ming ekan. Demak, siz zakot qanchadan berasiz? 200 mingni 40 dan birini berasiz. 200 mingni 40 dan biri qancha? 2,5%. O'shani berasiz. 5 ming dollar. Endi ikkinchi holat bor. Siz plyusdasiz. Siz minusda bo'ladigan holat bor. Siz shunaqangi minusdasizki, haqiqatda sizni 300 ming dollar pulingiz bor, lekin tadbirkor, savdogar, tavakkalchi odam bo'ladi. Ba'zan tushadi, ba'zan tushirishadi. Haligi inson qaysidir xatosi, qaysidir ashibkasi tufayli yoki zakotda qilgan xatosi tufayli, yoki bilib bilmasdan 10 ming yoki 100 ming dollar kredit olib qo'ygan, sutxo'rga aralashib qo'ygan. Endi nima bo'ldi? O'pirib chiqdi u. O'pirib chiqdi. Va haligi inson 300 ming dollar puli bo'lib turib, ko'chadan 500 ming qarzi bor. Bor 300 ming dollar puli. Uyda turibdi 100 ming yoki 200 ming dollar оборотda turibdi, tijoratda aylanyapti o'sha pul. 100 ming dollar oladigan pullari bor. U inson qanchaga qodir? 300 ming dollarga qodirmi? 300 ming dollardan zakot beradimi? Yo'q. 300 ming dollardan 500 ming nima qilasiz? Ayirib tashlaydigan bo'lsangiz, minus 200 ming da odam. U odam 200 ming minusda. Endi bu inson nima qiladi? Zakot bera olmaydi. Endi haligi insonni bo'rdaqiga olgan mollari bor, qo'ylari bor, mol boqyapti, qo'y boqyapti, sotaman deb olib boqyotibdi. O'sha mollarini ham bozordagi pulini pichib, mana 300 ming dollarga qo'shadi. Endi ularni yozda stres qilib yoki yem qilib olib qo'ygan 10 ming dollar yoki katta firma bo'lsa, undan ham ko'p yem olib qo'yishadi. O'sha ham tovar hukmida bo'ladi, xomashyo hukmida bo'ladi. Uni ham nima qiladi? Oladi. O'sha 300 ming dollarga qo'shadi. Qarzlarini keyin nima qiladi? Ayiradi. Qarzlarini ayirgandan keyin nima bo'lyapti desangiz, minusdan chiqyapti, u odam zakot bermaydi. Lekin qarzlarni ayirgandan keyin plyusda chiqyaptimi, odam zakot beradi. Endi bu insonga qurbonlik ham vojib bo'lmaydimi desangiz, rahmat. Endi bu odamni o'sadigan mollari bilan o'smaydigan mollarni plyus minus qilish kerak-da. Qanaqasiga? Misol uchun bu odamni 500 ming dollar qarzi bor ekan, mol, qo'y va hokazolarni qo'shsa, tovarlarni qo'shsa, 400 ming dollar plyusda, 500 ming dollar qarzda. Natijada qancha chiqyapti odam? 100 ming dollar minus bilan chiqyapti.
Lekin nabiramga deb, o'g'limga deb olib qo'ygan uylari bor. Hojati asliyadan tashqari. Yoki bo'lmasam yerlari bor. Hojati asliyadan tashqari. Yoki bo'lmasam Tashkent City'da 6 xonalik uyi bor. O'zi 3 xonada turadi xolos. 3 xonasi asli hisoblanadi. Qolgan 3 xonasi hojati aslidan tashqari. O'shalarni hisoblasa, hojati aslidan tashqari bo'lgan pullarni hisoblasa, mana qarzdagi minusdagi $100,000 tugab plyusga o'tib ketyapti. 62 milliondan ziyoda bo'lib ketyapti. Endi nima bo'ladi desa, bu odamga zakot vojib emas edi-ku, qurbonlik vojib bo'ladi. Qurbonlik vojib bo'ladi. U qurbonlik vojib bo'ladigan nima degani desa, akalar meni ko'chadan 200 ming qarzim bor, zakot beringlar desa, bu insonga endi to'g'ri bo'lmaydi, joiz bo'lmaydi. Nimagasi? Qurbonlik vojib bo'lgan inson zakot olalarmidi? Hoji aka? Qurbonlik vojib bo'lgan inson zakot ola olmas edi. Unga zakot bersa ado, u zakotni oladigan bo'lsa, u inson zakot ado qilgan hisoblanmas edi. Alloh a'lam. Endi yana bir masala. Ayol xotin qizlarni 100 gram va undan ziyod tillolari bo'ladi odatda uyda. Tillo taqinchoqlari. Zakotini bering desa, zakot berishga pulim yo'q deydi. Zakotni berishga menda pul yo'q deydi. Qanaqa qilib beraman deydi. Endi u insonga aytiladiki, tilloyi sotib bo'lsa ham zakotni bering deyiladi. Ayollar yaxshilab eshitib olsin. Qarz olib bo'lsa ham zakotni bering deyiladi. Yo'qsa darsimizda aytgan hali zakotni bermaganning ofati, musibati, talofati o'shalarning boshida turibdi degani. Alloh asrasin. O'sha azob Allohning azobi naqd turibdi degani. Alloh asrasin. Endi u ayollar aytadiki, o'tgan yili meni tilloyim 100 gram edi, 100 gramligicha turibdi, ko'paygani yo'q deydi. Yoki ikkinchi holat 100 gram edi, 5 gramini falonchiga hadya qilib taqib qo'ydim deydi yoki sotib oldim 95 gramga tushdi deydi. O'sgan yo'q, chunki o'suvchi moldan beriladi-ku, desa aytiladiki, siz o'suvchi molda xato tushunar ekansiz. O'suvchi mol degani oltin, kumush, pul, elektron pullar, tovar, pulni band qilish uchun, tijorat uchun sotaman deb olgan narsalari va o'sha bo'rdoqiga olgan narsalari va yaylovda yurgan mol, qo'y va hokazolardan. O'sha o'suvchi mol deyiladi ularga. Agarchi soni ko'paymasa ham, o'smasa ham. O'tgan $100,000 qodir edim, bu 95 ga tushib qopman. Pulim o'smadi, zakot menga vojib bo'lmaydi degan gap xatoda. Shunga o'xshab 95 gramga tushib qoldi, tilloyim o'sgan yo'q degan gap xato. Keyin shariatimiz oltinni, kumushni bunaqangi sandiqda saqlashdan qaytaradi. Nimaga sandiqda saqlashdan qaytaradi desangiz, bir hadisda keladiki, yetimning molini tijoratga tikinglar. Xoh u musharaka bo'lsin, muzoraba bo'lsin va hokazo. Toki zakot yeb yubormasin. Bu hadis sharifdan nima tushuniladi desa, pul bir joyda turaversa, har yili 40 dan birini beryapsizmi uni? Pul kamayyaptimi? Shariatimiz shundan qaytaradi. Sarmoyaga tikish kerak. Tijoratga tikish kerak. Xoh u passiv daromad bo'lsin yoki aktiv daromad bo'lsin, passiv sarmoya bo'lsin, aktiv sarmoya bo'lsin, shariatimiz pulni jamiyatga foydasi tegishini istaydi. Qandoq qilib? Pul agar sandiqda turaversa, seyfda turaversa, yostiqda turaversa, undan jamiyatga foydasi yo'q. Shariatimiz nimani istaydi? O'sha pulni senda misol uchun $100,000 bo'lsa, o'shani sen tijorat ahli bo'lgan, tijoratni biladigan insonga olib borib ber. Unda pul yo'q, lekin nima bor? Tijorat bor, tajriba bor. Yoki ishini kattaytirmoqchi, o'sha pulga ehtiyoji bor, ber. U inson ham foydalanadi. Sen ham foydalanasan. U insonning qo'lida hozir 100 ta odam ishlayotgan bo'lsa, sening puling bilan 110 taga chiqdi. Alloh subhanahu va taolo 10 ta oilaning rizqini sen sababli beryapti. 10 ta oilaning rizqini sen tufayli beryapti. Seni sababchi qilyapti. Shuning uchun oltin, kumushni bunaqangi xotinlarimiz tashlab qo'yishi yaxshi narsa emas. Endi savol ustoz. Zakotini berayotganda, shuni aytib qo'yay. Zakotini berayotgan 100 gram tilloni 2,5 gramini beradimi desa, yo'q. Bu tilla taqinchoqni bozorga olib chiqib sotadigan bo'lsa, qanchaga ketadi? Misol tariqasida $10,000 ketadi. Lom qiladigan bo'lsa $5,000 misol uchun. Lekin izzelya sifatida, taqinchoq sifatida ko'radigan bo'lsa $10,000. $10,000 $250 beradi. $10,000 chiqaradi. Vallohu a'lam. Tillo masalasida ayol kishi qancha tillo zakot to'lanadi?
85 gramm. 85 grammdan. Xo'p. Endi ayol kishi masalan o'zi biladi. Va masalan ayolning 10 ta sirg'asi bor. Turibdi. Bittasini taqadi. Endi qolgan turibdi. Uni qanday qilib tijoratga qo'yish mumkin? Zo'r gap. Qanday tijoratga Yaxshi. qo'shamiz uni? Buni hozir bu gapni siz u biz zo'r tushunamiz, lekin ayollar tushunishi Juda qiyin. qiyin. Qarangda, avvalo hisoblayotganda u ayolning qo'lida $1000 puli bor. $1000 puli bor. Va 40 gramm izdeliyasi bor. Zakot vojib bo'ladimi desa, mana 40 grammni bozorga olib chiqib sotsangiz qancha bo'lyapti? $5000 ketyapti. Mana 1000 da qo'shsangiz qancha bo'lyapti? $6000 bo'lyapti, 62 million pulga yetyaptimi? Zakot vojib bo'ladi. Meni tilloyim 85 gramm, 90 gramm emas-edi degan gap o'tmaydi. Tushundingizmi? Bu bir. Ikkinchisi, ayollarga emas, butun ya'ni jamiyatga shuni tushuntirish kerakki, hojati asliyasidan tashqari bo'lgan narsaga pul sarflash insonni iste'molchilik qulligiga aylantiradi. Bu nima degani? Hozir shaxsan meni bir mashinaga ehtiyojim bor. Ikkinchi mashinaga pul sarflashim isrof. Vad'u shay'in ala g'ayri makanihi. Pulni men noo'rin joyga ishlatyapman. Musulmon qandoq bo'lishi kerak? Musulmon tadbirkor bo'lishi kerak. Zaruratidan, ehtiyojidan, bu dunyosiga ham, oxiratiga ham manfaati bo'lmaydigan narsaga pul sarflamaslik kerak. U ayolni bo'ldi ehtiyojida aytaylik 2 ta yoki 3 tani taqadi, qolgan 7 tasi, 8 tasi turadimi? Uni nima qilish kerak? Sotib tijoratga berish kerak. Uni nima qilish kerak? Olsin, sotsin. Juda ham sodda yo'llari bor. Yer olsin. Yer solsin. Bilmaydi, uni sotmaydi. Yo'q, u narsani tushunish uchun siz akalar xotinga har safar bitta ishkal qilib qo'ysalaring yoki uylanganingiz fosh bo'lib qolsa 20 gramm, 30 gramm, 50 gramm tilla bilan olib kelib og'zini yopasizlarda, ularga ilm bilan, ularni ma'rifat bilan, kerak bo'lsa ularga Qur'on, sunnat bilan ilm berishga kelganda o'sha sarmoyani qilmaysizlar. Ishkal qilganda tilla olib berishni bilasizlar. Ishkal qilganda telefon, ishkal qilgan tilla olib berishni bilasizlar. Lekin u ayolni siznikidan oz. Hoji aka. Lekin u ayolni tillodan ham, yeyishdan ham, ichishdan ham katta ehtiyoji bo'lgan iymonining ziyoda qiladigan, iymonni ziyoda qiladigan, din diyonatini ziyoda qiladigan ilmdan mahrum qilinadi. Vaholanki u ayol qattiq non bilan yoki oddiy suv bilan tirikchilik qilishi mumkin. Bu dunyoda yashab o'tishi mumkin, lekin mana iymonsiz ketib qolsa xarob bo'ladi. Iymonsiz ketib qolsa xarob bo'ladi. U xotinidan qiynalayotgan, xotinidan tashvish ko'rayotgan insonlarning aksarining boshidagi holat shu. Xotinga yaxshi kiyim olib bergan, mashina olib bergan, uy qilib bergan, sharoit qilib bergan, lekin xotinni mana ma'naviyatini, aqlini to'ldirmagan. Xotinni qalbini to'ldirmagan. Va uning oqibatida musibatga qoladigan ham kim? O'zi. Birinchi o'rin u xotinning aqlini, xotinning qalbini to'ldirish kerak edi, to'ydirish kerak edi. Mana qorinni to'ydirishdan oldin. Allohu alam. Bis-savob. Boshqa savol? Anaqa. Hozir aytdingiz haligi anaqa elektron pullardan dedingiz. Shuni hozir qanaqa shularni hozir ko'proq shu anaqa bo'lib ketadi, bitcoin shunaqa qilib bor, shular qanaqa shundan foydalanib bo'ladimi? Qaranglarda. Juda ham zo'r savol. Bitcoin o'zi joizmi desa, ulamolarimiz unda nojoiz qiladigan narsalar tufayli nojoiz deyshadi. Lekin joiz o'rni bor. Bitta o'rnigina joiz. Misol uchun aytaylik, Falastinda 100 ta yetimga homiylik qilaman deyapsiz. Faqat sionistlar shundoq tizim qilganki, u yetimlarga pul yetkazib berishning hech qanaqangi imkoni yo'q. Illo bitta imkoni bor. Kriptovalyuta orqali. Undan boshqa imkoni yo'q. O'sha 100 ta yetimga aytaylik, 3 ta bitcoin 1 yillik xarajatni qoplaydi. Yoki 2 ta bitcoin 1 yillik xarajatni qoplaydi. Misol tariqasida. Shariatimiz o'sha zarurat miqdorida olib sotishga ruxsat beradi. Ad-darurat tubihul mahzurat. Zarurat man qilingan narsani muboh qiladi degan shariatimizning qoidasiga ko'ra. Boshqa o'rinlarda tijorat maqsadida, savdo maqsadida joiz emas. Yana bir o'rin bor. Siz aytaylik, misol tariqasida Turkiyaga bir narsani sotib olish uchun pul chiqarishning yagona yo'li kriptovalyuta orqali.
tovaringizni yetkazib berishingiz kerak. USD coin chiqdi-yu, USD. O'shandan boshqa iloji yo'q. Qancha chiqarishingiz kerak? 100 ming dollar chiqarishingiz kerak. Shariatimiz o'sha 100 ming dollargagina ruxsat beradi. U ham o'sha ad-darurat tubihul mahzurat qoidasiga binoan. Tijorat, biznes maqsadida va hokazolarda yoki pulni zaxiralab qo'yish maqsadida joiz emas. Bitcoin nimaga joiz emas desangiz, birinchi o'rinda u pul bo'lishi uchun shariatimiz uni pul deb qabul qilish kerak. Pul emas. Pulning sifatlari unda topilmaydi. Uning narxi haqiqiy emas. Nimani hisobiga? Manipulyatsiya hisobiga. Sun'iy ko'pirtirilgan narx hisobiga. Bir manipulyatsiya bilan, bitta agitatsiya bilan, bitta tweet bilan narxi 70 ming dollardan 100 mingga chiqib ketdi. Mana Elon Musk degan kambaxt qilgan ishini qarang. Biz dedi bitcoinlar bilan Tesla'ni sotishimiz mumkin dedi. Tesla bitcoinni pul sifatida qabul qiladi degan narsani o'zi unda manipulyatsiyaga, unda narxini ko'tarilishiga zo'r agitatsiya bo'ldi. U nima qilgan? Elon Musk anchagina bitcoinga sarmoya tikkan pulni tikkan, orqasidan mana shu tweetni yozdi. Uni yozgandan keyin bitcoin guppillab 15%, 20% ko'tarilib ketdi. U ko'tarilgandan keyin o'zining qo'lidagi bitcoinlarni sotdi-da va boshqaruv qarori bilan bitcoin qabul qilinmaydigan bo'ldi dedi. Guppillab keyin 25% tushib ketdi. Va mana shu bir necha kunning orasida o'zining boyligini 20-25% ko'tarib oldi. Bu pulni ta'rifi shuki, ommaning orasida qabul bo'lishi kerak. Ommaning orasida qiymati bo'lishi kerak. Ommaning orasida qiymati sobit bo'lishi kerak. 100 dollar. U meni qo'limda turganida qadri 100 dollar, sizniki o'tganda 150 dollar bo'lmaslik kerak-da. Tushunyapsizmi? Bo'lmaslik kerak. Va pulni himoyasi bo'lishi kerak. U himoya nima desangiz, davlat tomonidan himoyalangan bo'lishi kerak. Bo'lmasa mana oddiy qog'ozdan nima farqi bor? Oddiy bumagadan nima farqi bor? Bekorga pullarga Markaziy bank tomonidan chiqarildi, davlat himoyasidadir, bundoqdir yozib qo'yadi. Agarchi uni orqasida tillo, uni orqasida kumush turmasa ham, lekin bitcoinda bu narsa yo'q. Mabodo kriptovalyuta qaysidir davlat tomonidan himoyaga olinib, omma orasida rivojlanib, manipulyatsiya bilan narxi ko'tarib tushirilmaydigan darajada bo'ladigan bo'lsa, unda shariatimiz joiz deydi. Har bir narsaning asli muboh, joiz deydi. Lekin u asli muboh bo'lgan narsani harom qiladigan narsalar kirib yotibdi-da. Qumor desangiz bor, prosent desangiz bor, aldov desangiz bor, manipulyatsiya desangiz bor. Hamma narsani tiqib tashashdi. Shuning uchun ogoh bo'lish kerak. Davlatda o'yiniga chiqayaptiki, mana hozir mana shu Rossiyaning nastoящий moment. O'shani kirgizayapti полностью bitcoin, kriptovalyutada, короче, только не будет bitcoin. Hisob-kitob qilishlikka ruxsat beryapti Rossiya. Bugun e'lon qilyaptiki, Tramp aytayapti, biz deyapti, asosimizni полностью mana shu bitcoinga qo'yamiz deyapti. Yo'q, Trampni o'zi nomiga bitta coin chiqardi. Kriptovalyuta. Mashinlikda mana shu narsalar. Endi davlat o'rniga chiqarib, o'shani kafolatlaymiz deyapti-da u. Endi qarang. Qonuniy jihatdan biz yuqorida zikr qilgan moneliklar olib tashlansin, joiz bo'ladi. Lekin qilamiz degan narsa bilan u narsa joiz bo'lib qolmaydi-da. Qil. Men o'shani aytyapman-da, qilinsa, masalan, Yashang, xuddi shu narsa. Ya'ni siz aytganingizdek qilamiz deyaptimi? Qiladigan bo'lsa joiz bo'ladi. Lekin bitta savol tug'iladi. Bir odamning aytaylik 10 ta bitcoini bor yoki masalan 100 ming dollarlik kriptovalyutasi bor. Bu inson zakot beradimi desa, u narsa savdosi, tijorati, zaxirasi nojoiz bo'lgani bilan joiz bo'lgan ikkita o'rinni zikr qildimmi? Ikkita o'rinni. Demak, uni joiz bo'lgan o'rni bormikan? Shuning uchun u inson xato ish qilayotgan taqdirda ham qiymatga ega bo'lgan mulki, puli bormi? Qiymatga ega bo'lgan puli bo'lgani uchun zakot berish vojib bo'ladi. Shuni tushunishmaydi-da, aytishadiki, mana kriptovalyutadan zakot berar ekanki, joiz ekan-ku deydi. Yo'q. Kriptovalyutaning pulda
qiymati bo'lgani uchun agarchi undagi ba'zi nojoiz ishlar, nojoiz xatti harakatlar bo'lgani uchun uni tijoratini qilma, biznesini qilma deyiladi. Lekin uning o'zining ma'lum bir miqdordagi qiymatiga ega bo'lgani uchun undan zakot berish vojib bo'ladi. Vallohu a'lam. Endi bunaqa moment bor. O'sha bitcoinni bolalar uyga qo'yishyapti, 6 ta apparat qo'yishyapti-da, kuniga $6, $8 pul ishlashyapti. Kuniga. Mining firma. Mining firma endi katta firma emas. Uyga 10 ta qo'ygan, 20 ta qo'ygan, ko'rmamas. Uni расход plus minus bilan kuniga $8 tashiydi bitta mining. 10 ta miningdan $80 kuniga ishlayapti. O'shaga joiz emas. Men o'sha gap, ha? Ba'zi ulamolar u mehnat qilyapti, harakat qilyapti degan jihatdan joiz deyishgan. Lekin o'sha mining qilayotganlarni ko'radigan bo'lsangiz, elektrdan uradi. Svetdan uradi. Agar svetdan to'lagan bo'lsa, u $8 da xarajati menimcha qolmaydi. Yo'q, qoladi. Bu yerda Rossiyada Bitta arzon bo'lishi mumkin. o'shani avtomatik hammasini hisoblab men ofitsialniy hisoblab ko'rdimda o'shani. Shu mining masalasida, mining masalan yaxshiroq izlanib keyin javob bersam yaxshi bo'lardi. Hozirgi ma'lumotim haqiqatda joiz emas degan ma'lumot bor. Oz sondagi ulamolar joiz degan fatvoni berganlari ham bor. Lekin men bu bilan buni joiz deb borishdan qo'rqaman. Izlanib albatta joiz emas deydigan darajada hujjat dalillari bilan javob berishim kerak. Agar joiz bo'lsa joiz deya oladigan bo'lib. Vallohu a'lam.